Assalomu alaykum obunachilar. Yosinbek Uz kanalini ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa bittadan like bosib, kommentariyaga chiroyli fikrlarni qoldirib tursalaring. Bugun buqalarni qayda arzon desa, mana saroyda arzon deb chiqaraveramiz. Xudo xolasa. Biz faqat dehqonlardan video qilib beramiz. Bizdan chiqayotgan buqalar faqat dehqonning buqasi chiqadi. Bozorniki, yo bo'lmasa bir bozor yurgan buqa chiqmaydi. Xudo xolasa oladigan odam, oluvchi ham, sotuvchi ham dehqondan dehqonga ketdi degan variantidan chiqaramiz xudo xolasa. Mana bu buqa shved sortidan, shved istakan tuyoq. Turson deydi. Shved oq tumshuq, oq quloq, o'sha belida palasasi bor. Yemini yeb turgan yerdan videoda boshladi xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa buni to'liq ma'lumotini o'sha boqqan akamizning o'zlaridan ma'lumotini olib o'tamiz. Mana men bir quruq buqani sizlarga ko'rsatib o'taman. Oyoq qo'llari mana bunday, bu oyog'ini ko'rsatamiz. Orqalarini ko'rsatamiz. Xudo xolasa olganidan baraka topadi. O'tgan safargi mollarni ham mana bittada olishdi. Narxi ham zo'r bo'ldi, o'zi ham yaxshi buqa edi. Aka, buqani hop. Buni ma'lumotini berib o'tasiz. Mana shu Dostonbek akamizning xonadonidamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Buqamiz o'zi tish yorishga kelgan. Tish yorishga kelgan. Bo'yi 1.24. Bo'yi 1.24 pilusda. Minusda emas. 1.24 ga ravniga olishaver. Ha, 1.24 ravniga olaver ekan. Xudo xolasa, asli bo'ldi, yo'q, labizda olaveramiz biz. 1.24 ga. 1.24 ga olaveramiz. Xo'p, yemini yeb turgan, yem yaratib turgansiz a? Yem yeb turgan ozmon. Xudo xolasa, mana obunachilar, buqani olishlarini tavsiya etaman. Buqa realni endi yonidan ko'rsangiz, telefonda qanaqa ko'rinadi, misol, u narsani siz ham misol biz ham bilmaymiz, lekin real yonidan ko'rsangiz katta buqa, menga yoqdi xudo xolasa. Aka, buni narxi qanaqa buni aka? Buni narxi 23 million deyapmiz. 23 million. 3 million. 23 million so'mga. Buqani ama uzunlig'i tan berdim aka. O'ta uzun ekan, shuni o'zi. Uzun, kelishgan. Kelishgan ekan, haqiqat. 70% tayyor, yana 30% yegizsa bo'ldi ekan. Ha? Hop, 23 million. 23 million kelishadigan joyi bor. Kami bor. Endi yo'qaydi bor. Alloh aka. Hop, ikkinchi buqamizni-chi aka? Ko'ring, ikkinchisi. Ana bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchisi ham rosa o'zi qopiga ketdi aka bu. Bu panda ekan-da, bu panda. Qorin tashib qoldi. Qorin tashib qolibdi o'zi. Endi mana bu endi qancha yem bersangiz ko'taraveradi. Mana. Bu hali bojcha. Bu dehqon akamizdan deyishimizga sabab, dehqon akamizning uyida mana tirnog'i o'sgan mol bozorga chiqmagan bo'ladi mana. Haqiqiy dehqonning uyida turgan buqa bu. Mana. Bu ham o'sha istagan tuyoq ekan. Lekin olani badani o'ta qattiq ekan, o'ta badani zo'r ekan, haqiqatan. Mana. Buqalar katta buqa. Endi mana yeyishini so'rash keragi yo'q. Nimaga o'zi qonlarini chiqib, o'zi dahshat bo'lib qoldi. Xudo xolasa, og'onadan baraka topadi. Buni aka ma'lumot qanaqa aka? Bu tish yorganmi, tish yormaganmi? Bu yorishda ancha bor. Hali ancha bor. Bu buzak ekan-da hali. Bo'yi 1.20 plus. 1.20 plusda. Orqalari ham o'ta keng holatda ekan buniki. Mana. O'ta keng holatda. Qarishim yetmayapti to'g'risiga obunachilar. Mollar zo'r. Mollar xudo xolasa menga yoqdi. Vijdonan gapiryapman endi. Realni yonidan ko'rsangiz buqa katta buqa ekan. Hop, bo'yi 1.20 plusda. Plusda ekan, kelib bemalol bir qanday aytib o'lchab olaversa xudo xolasa. Aka, buni narxi qanaqa? Buni narxi 22 million. 22 million so'm. Xayri bor hozir. Xayrini qilib berasiz, ha? 22 million deyapsiz. 22 million. Xayrini qilib berasiz. Hozirdan xayri bor. Lekin buzoq ekan, lekin uncha-muncha boqilgan buqadan katta ekan. Realni yonidan ko'rgan odam bo'lsa, shuni deb xotirjam aytaveradi. Nimaiki buqani menga birinchi o'rinda, ha, birinchi o'rinda buqani oyog'i baquvvatligi yoqdi menga. Oyog'i o'ta baquvvat narsa ekan. Mana. Orqalari ham o'ta keng holatda. Hali mana bular 70% tayyor, 30% yegizsangiz bo'ldi bu buqalarga.
boshqa ma'lumotlar. To'sh qismlarini ham olib bering-da. Old tush qismlari ham qani? O'ta yerga yaqin zo'r bo'ladi endi. Mana old tush qismlari obunachilar o'ta keng holatda. O'zi aytibman 70% tayyor bo'libdi bu qa. 30% yegizsa, xudo xolasa olgan odam 30% yegizib qo'ysa bo'ldi ekan. Aka buni yana bittasi 2 1 joyga qanaqa aka bu? 2 1 joyga necha pul qilib beramiz? Bu o'sha yoqimdagi panda bilan bu qora shvetingizda. Jupiga aytavering. Jupiga 45 kelishtirib beraman. Yo'q, yopishtirib ayting. Men endi bu kanalni boshlayapmiz-da, to'g'risi gap. 44 berishsin. 44. Ha. Jupiga. Bitta narsa aytaymi? 2 ming olib biladim, to'g'risiga. Bitta o'tingchi. Yo'q, ama xayri qilib beraman. Yo'q, sразу videoda o'tingchi. 500 kam berishsin, mana 500 yana o'tdim. Yana yo'q 500 mi? 43,5. Bitta aytaymi? Gapiringchi. 43 ga bitta poddushka qilasiz kanal rivoji uchun. Kelishdik? Kelishdik. Alloh barakasini bersin. Akalar yana bilmadim o'z. Undan kamiga so'rab o'tirishmasin. Ha, undan kamiga bo'lmaydi. O'zi undan kami tushib ketsangiz molam bekor bo'lib ketadi. Uni tushundim. Men o'zim mol bilan shug'ullanaman, lekin 43 million kanalda obunachilar uchun, kanalning rivoji uchun, lekin 43 millionga buqib arziydi olgan pullaringga, lekin u narxda menimcha bozorda ham menimcha bo'lmasa kerak. Bu akaning tarafini olish emas, boshqa emas. Prosta mana uydan mollar sekin-sekin sotyaptilar, o'shani hisobiga tavsiya etyapman men, olinglar. 43 millionga bu arzon. Killaga tortsangiz ham arzon. Haqiqatan otasiga rahmat deydigan variantida. Obunachilar bittadan like bosib, o'sha o'zlaringga bir yaqin insonlaringga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'yasizlar. Yozib qo'yish esdan chiqmasin. Ashnar dehqonlardan olib chiqarib turaveramiz. Akamiz savob. Adres Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'i Shovon mahallasidan Dostonbek akamizning xonadonidan kelib ko'ramiz deysa, lokatsiyasini tashab beramiz. Lokatsiya tashab berasiz. Lokatsiya tashab beramiz. Aka, saroy degan yerga kelaverasizlar. Xudo xolasa nomerlarni qoldiramiz. Nomerlarini 88 ni 926 54 raqamiga aloqaga chiqsalaring, to'liq ma'lumotni berib o'tadilar. Kelamisizlar, lokatsiyani tashlab beradilar akamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.